Assalomu alaykum hammaga. Mana obyektimizga keldik. Ishni boshlab bu yerda. Mana bu ko'cha qaynayapti вообще tashqari. Mana yoqqa ko'rsangiz, o'zi sepishni boshladik, o'zi salqinlik boshlagan. Egasi zakazchi sal yuqori qilib sep berdi-da. 4-5 sm qalinlikda. Yoqqa жесткий pena sepilyapti. Даже mana shu 3-4 sm, 4-5 sm ham четко konkretno qaytaradi. Mana dальше bu bokslardan kirishimiz kerak. Kimina oshig'roq deyishganda. Penamiz Kimpul. Sifati zo'r. Siz parvarda qilmaydigan penalardan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat.